Endi biz tovar kiritishni ko'rib olamiz. Undan oldin kategoriyalar kiritamiz, nomini yozib qo'shamiz. Ko'rganimizdek kategoriya qo'shiladi. Keyingi tab tovar kiritish ikki xil yo'lda: qo'lda va shablon asosida. Shablon asosida kiritganimizda ko'rishimiz mumkin. Narxi, kategoriyasi, opisaniyasi bitta tilda. Kartochkani o'zi ikkita tilda kiritsa bo'ladi. Narxlari, brend, rangi va обязательный polya bu SKU hisoblanadi. SKU ni yozish shart. Qaysi поставщикdan olamiz va qancha narxda olamiz поставщикdan va qancha kolleksiyada olamiz. Keyin yozib qo'ysangiz bo'ladi. Eng kam son qolganda programma xabar berishi uchun. Tovar qo'shishga keladigan bo'lsak, nomini yozamiz. Rus va o'zbek tillarida sharhini, tavsifini yozamiz. Narxi, chegirmasi bo'lsa chegirmasi, kategoriyasi, brend nomi, rangi, tovar kodi va variantlar qo'shish. Bu joyda ko'rishimiz mumkin tovar o'lchami va SKU обязательно. Xo'p, narx farq qiladigan bo'lsa, narx ikki xil yozishimiz mumkin. Ya'ni bu birlamchi ko'rinadigan narx 456 ming. Buni chizib qo'yib, mana bu yerda agar narx kiritiladigan bo'lsa, o'sha sotuv narxi bu hisoblanadi. Ya'ni xuddi chegirma qilgandek hisoblaydi. Xo'p, past qoldiq chegarasi programma xabar berib turishi uchun 10 tadan kam qolganda. Tan narxi qanchadan? Yetkazib beruvchi va nechta? Bizda 100 ta bor. Kiritamiz va saqlaymiz. Ko'rib turganimizdek ma'lumotlar kiritildi. Tovarimiz qo'shildi.